Siz ham rus tilini uydan chiqmasdan o'rganishni xohlaysiz-u, lekin aniq nima qilishni bilmayapsizmi? Barchaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Ilm markazi bosh ustozi Maryam Shuhratovna. Bugun sizga uydan chiqmasdan 100% rus tilini o'rganishning samarali usullarini aytib o'taman. Bugungi videoda siz bilan 3 ta aniq ishlaydigan qoidalarni ko'rib chiqamiz va bular orqali siz tilni tez va oson o'rganasiz. Bo'lmasam, bugungi videomizni boshlaymiz. Birinchi qadam so'zlarni o'rganish. Rus tilida eng ko'p ishlatiladigan so'zlarni ro'yxatini oling va har kuni o'rtacha 10 ta so'z yodlashimiz kerak bo'ladi va ularni kundalik hayotda ishlating. Misol uchun, "Привет", "Как дела", "Как твое самочувствие" va gaplaringizda ishlatishni boshlang. Va yana bitta maslahat, stiker olishingiz mumkin va oldi tomoniga ruscha so'z, orqa tomoniga o'zbekcha yozib, har kuni takrorlasangiz, sizning miyangiz buni uzoq vaqtda saqlab qoladi. Ruscha so'zlarni qayerdan topaman desangiz, biz siz uchun boshlang'ich eng ko'p ishlatiladigan 100 ta gaplarni bir joyga jamlab, Telegram kanalimizga joylab qo'ydik. Ularni olish uchun video ostida havola ustiga bosing. Ikkinchi qadam rus tilini tinglash va gapirish. Tilni faqat kitob yoki so'z yodlash orqali o'rganish yetarli emas. Siz quloq va og'iz bilan mashq qilishingiz kerak. Misol uchun, siz rus tilida video, kino, shunga o'xshash nimadir ko'ryapsiz va yaxshilab eshitib, tinglab, gaplarni tushunishga harakat qilib, pauza qilib, shuni takrorlash kerak bo'ladi. Albatta, boshida ozgina qiyin bo'lishi mumkin, hammasini tushunmasligingiz mumkin, lekin asosiysi siz mashq qilayotganingizda. Va bu orqali sizni talaffuzingiz, gapirishingiz ancha tabiiylashadi. Va yana bir maslahat, yangiliklarni rus tilida o'qib, qaytarishni, talaffuz qilishni boshlang. Har kuni o'qiydigan yangiliklaringizni endi o'zbek tilida emas, rus tilida olib boriladigan kanallarga obuna bo'lib, ularni har kuni ovoz chiqarib, gapirishga harakat qiling. Undan so'ng o'zingizga kundalik hayotda ishlatiladigan oddiy sodda so'zlar orqali dialoglar tuzing. Как вас зовут? Меня зовут. Что нового? Как поживаете? Как ваше настроение? Har kuni 10-15 daqiqa mashq qiling. Avval qiyin bo'lishi mumkin, xatolar bo'lishi mumkin, lekin bu normalni. Asosiysi muhimi gapirish va mashq qilish. Agar siz mustaqil tezroq natijaga chiqishni istasangiz, sizga Ilm markazi kurslarini tavsiya beraman. Sababi bizda darslar full onlayn formatda bo'lib o'tadi. Uydan chiqib kurslarga borib o'tirishingiz shart emas. Bizni metodikamiz orqali siz 90 kunda razgovor darajasiga chiqa olasiz. Mabodo natijaga chiqa olmasangiz, to'lovingiz 100% qaytariladi. Agar siz ham 3 oyda 0 dan razgovor darajasiga chiqmoqchi bo'lsangiz, video ostida havola bor, ro'yxatdan o'ting, operatorlarimiz sizga aloqaga chiqishadi. Shunday qilib, bugungi videoda siz uydan chiqmasdan rus tilini o'rganishning asosiy 3 ta qadamini ko'rdingiz. Demak, bu so'z boyligini oshirish, tinglash va gapirish va shunchaki kursga yozilish. Agar ushbu usullarni muntazam qo'llasangiz, siz rus tilida qisqa vaqt ichida erkin gapira boshlaysiz. Agarda tizimli va aniq 3 oy ichida natijaga chiqishni istasangiz, onlayn kurslarga yozilishingizni maslahat beraman. Bugungi video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va foydali ma'lumotlardan qolib ketmaslik uchun sahifamizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha, paka-paka.